Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misiz, salomatmisizlar? Bugungi montajlarimiz o'z nafsiga yetdi. Bugungi montajlarimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Takali mahalla fuqarolar yig'iniga 2 dona rom olib kelib o'rnatib berdik. Ranglari G rangidan bo'ldi, antrazit. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib bitdi qadrli obunachilar. Avvalambor razmlarni tushuntirib o'taman, keyin narxlariga to'xtalib ketamiz. Xo'p, razmerlari enlari 1.50 bo'lyapti, bo'ylari 1.60 cm. Xuddi shu razmerdan 2 dona bo'lgan. Mana qadrli obunachilar, ikkinchi romimizni ko'rinishlari ikkalasi ham bir xilla bo'lib, taylarni 3 ga bo'lib, o'rtada bitta ochilish qo'yib berganmiz, tepasini bitta ochilmaydigan qilib framoga qilib qo'yganmiz. Xo'p, yonrog'iga borib tushuntiraman qadrli obunachilar. Mana o'zlaringiz ko'rishlari mumkin. Penalari hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqildi qadrli obunachilar. Nihoyatda go'zal bo'lib bityapti. Mana qadrli obunachilar, ikkinchi romimizni chetlari penalari aylanasiga quyib chiqildi. Nihoyatda go'zal bo'ldi. Oynalariga to'xtaydigan bo'lsak, oynalari 2 qavat grey oynalarni qo'yib berganmiz. Ichki tomondan ko'rsataman. Xo'p, qadrli obunachilar, mana ichki tomondan ko'rinishlari. Mana taylariga 30 lik paragonlar qo'yib berganmiz. Nihoyatda mustahkam qilib berdik. I+ delfin ruchkalari, petallari ichki tomondan grayna bo'lganligi uchun ozgina qorong'ilik qilyapti. Narigi tomonda ham bir dona romo bor. Mana shohid bolalar rezinkalarni tiqishyapti. Bunikini ham mana delfin ruchkalari, hamma yo'g'i ham penalarga yetib olinglar. Penalari hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqildi. Qadrli obunachilar, rezinkalarni yetkizib tiqishyapti. Rezinkalarga yetib olinglar. Rezinkalari hamma yo'g'i yetkizib nihoyatda go'zal bo'lib chiqyapti. Xo'p, qadrli obunachilar, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Tashlar mahalla fuqarolar yig'iniga 2 dona rom olib kelib o'rnatib berishimiz 3.400.000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. 2 qavat grey aynaga. Kimga shunaqa sifatli romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Xon Akfa.